siz yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, любой joyga chiqib ish topa olasizda. Chet ellarda yaxshi mutaxassislar juda ko'p. Mana yaqinda bitta nimani ko'rib qoldim. Garvardni bitirib deydi, 1,5 yildan beri ish qidirib, ish topa olmayapti deydi. Garvardni bitirgan. Garvard bilasizlarmi, o'z butun dunyoda birinchilardan turadigan, misol uchun universitet, ha. Bu yerda o'qishi o'zi ham kamida 1 yili 25 ming, 30 ming, 50 minggacha-da. Shuncha pul to'lab o'qigansiz, lekin ish topa olmaysiz. Nimaga desa, chunki mutaxassislar ko'p, ish beruvchilar cheklangan. O'zbekistonda hozir uni teskarisi. Ha, misol uchun yaxshi mutaxassis kam bo'lganligi uchun kompaniyalar qidirib yuradi-da. Mayli pulini beray, agar hali qadriyat chatoq bo'lsa ham mayli ko'zini yumadi, kaprizi bo'lsa ham ko'zini yumadi, disiplinasi chatoq bo'lsa ham ko'zini yumadi. Nimaga? Chunki yo'q boshqa. Bu narsa sekin-sekin o'zgaradi deb o'ylayman. Shuncha universitetlar ochilyapti. Misol uchun odamlar chet elga chiqib o'qib kelyapti. Mutaxassislar ko'paygan sari ularning o'zini orasida ham keyin raqobat boshlanadi. O'shanga hozir shunaqa, lekin keyinchalik u endi o'zgarib nima qiladi? Bizda ham mutaxassis uchun kurslarni o'qishtirdi. Ha. Kurs boshlangandan keyin kecha bitta opa aytdilar. O'g'lim dedilar, unaqa. Institutni bitirdi, lekin majbur bo'ldi ketib qolishga dedilar-da. Bizda ham shuncha institut bor, ulardan har yili necha mingtalar odim chiqyapti, lekin ish joyi bor, ish joyi ko'p, bu kishi to'g'ri aytyapti. Mutaxassis bizga hozir juda ham kam. Muammo bu. Prosta o'qishda yaxshi samarali bo'lmayapti-da. O'qish muammo. Bitta nima korxona bor, tekstil korxona, Andijon. Ishga o'sha eng zo'r universitet bitirib kelsa ham nimasidan boshlaydi-da? Ya'ni nima deydi? Gruzchilikdan boshlaydi ishni. Qachonda ishni boshlaysan, keyin ishingga qarab turib, shuni o'rganishing majburiyatda, ya'ni talab. Keyingi qaraysiz, ustoz o'sha yo'ldan boshlagan ma'qulmidi yoki bo'lmasa o'sha yo men misol uchun yaxshi o'qishni bitirib kelganda men shunaqa ishdan boshlayman ishni deydi, ko'pchilik menimcha ketib qoladi-da. O'sha joyda boshlashni xohlamayman. Bu narsani biz nimaga bordik? Yaponiyada ham xuddi shu narsani qilar ekan. Toyota kompaniyasi. Kelganlarni deydi, boshida deydi, haligi nimadan ko'pincha pastdan boshlatadi deydi. O'zi misol uchun buxgalter bo'lib kelgan, lekin misol uchun uni deydi skladga qo'yishi mumkin deydi. Skladga qo'yadi, skladda ishlaydi, keyin misol uchun ta'minot bilan ishlaydi va hokazo. To есть protsessni ichidan chiqadi deyapti-da. O'shanda biladi, faqatgina ofisda o'tirib bitta haqiqatda nima bo'layotganini bilmay o'tirmaydi deydi. Elchini qabulga yetadi. Ha, keyin xodimlarni rotatsiya qilish ham juda yaxshi narsa deydi. Yaponlar juda zo'r ishlatadi buni. O'sha biza bordik, Toyota'da ishlaydigan bitta aka bor ekanlar, Andijonlik. Hozir yaxshi taraf qayerga borsangiz o'zbeklar rosa ko'pda. Men Yaponiyada yashab yurgan paytda o'zbek vashi bo'lmasdi-da. Hozir ko'chada yursak, restoranga kirsak ham ofitsiant o'zbek ekanda. Bitta joyga kirsak, yo'lda katta yo'lda ketyapmiz, Nagoyani yo'lida. 7-Eleven'ga o'xshagan kichkina magazin, mini market bor. To'xtadik, kofe olib olaylik deb. Kirsa yerda ham o'zbek. Hamma o'zbek. Yaxshi tarafi ham misol uchun nimalar ko'p. O'sha bitta hamyurtimiz Andijonlik aka 10 yil dedilar, Toyota'da ishladim dedi, 10 yil. Yuristman dedilar. Bu yerda yuridическийda o'qib ketgan ekanlar. Men dedilar, Toyota'ni полный международный kontraktlarini ustida o'tiraman dedilar. Misol uchun qaysidir kompaniyani sotyapti, полный yuridический tarafini men qilib chiqaman. Endi erta yuristlar ko'p. O'sha yuristlardan biri menman dedilar. 10 yil o'sha bo'limda ishladim dedilar. 10 yildan keyin kelishdi-da, baraka topkur, sizni endi boshqa bo'limga o'tkazamiz deyshibdi. Qanaqa bo'lim desa, endi siz ishlab chiqarish sexiga kirasiz deyshibdi. Injener bo'lim. Qanaqa injener? Men faqat kontraktlarni bilaman men. Temir tersakni bilmayman men. Siz kiravering deyshibdi. O'sha rotatsiya qilib yuborishdi. Endi rotatsiya qilganda yana bitta muhim masala, misol uchun u injener bo'lib o'tgandan keyin u odamning oyliklarini, nimalarini kamida o'sha darajada saqlab qolishadi. Misol uchun 10 yil bitta yurist bo'lgandan keyin o'sgan-ku.
o'sgan, bu yoqqa tushdi, injenerni eng birinchi bosqichida. U oyligini tushirib qo'ysangiz, конечно, hech kim unga rozi bo'lmaydi. O'sha oy nimalarni hammasini saqlashadi, lekin rotatsiyada ish nimasi o'zgaradi. Ish faoliyat. Olishdi dedilar. Bu ham zavod Lexus'ni nimasini chiqarar ekan. Motorini. Endi erta zavodlari ko'p Toyota'ni. Rosa xafa bo'ldim dedi. O'zimga juda xafa his qildim o'zimni. Shunday yurist, endi men temir tersak ichida yuramanmi? Ketaman deb o'yladim dedilar. Deb kirdim dedilar. 1 oy yurdim, 2 oy yurdim, qarasam dedilar, o'zimga yoqib qoldi dedilar. Maza qilish boshladi. Nimaga? Haqiqiy hayot shu yerda ekan dedilar. Ya'ni nimadir ispetsioniya qilib ko'rasiz. Mana bundoq qilsa, mana bundoq natija bo'ladi. Keyin bu yoqdagi rahbarim ham dedilar, zo'r odam ekan. Hali juda aqlli odam ekan. Nima savol bersam, qanaqadir ishlar bo'lsa, masalalar bo'lsa, doim yordam beradi. Menga yoqib qoldilar. Keyin naborot xursand bo'ldim men bulardan. Men yurgan ekanman ofis ichida, qog'ozlarning ichida. Haqiqiy hayot bu yerda ekan. O'zi faraz qiling, aql bovar qilmaydigan narsa-da, yuristni siz uni ishlab chiqarishga injener qilib olib qo'yasiz-da. Lekin ular aytadiki, o'zi meni ma'lum bir muddatga yetgandan keyin hammada zerikish paydo bo'ladi. Ishini hamma tarafini o'rganib oldi. Ko'zini yumib qila oladi. Yo'q, lekin uje odam o'smayapti-da. Hech narsa o'zgarmayapti hayotida. Zerikib qoladi. O'shandan keyin yana ana degradatsiya boshlanadi, orqaga qarab ketish boshlaydi. O'sha paytda siz uni rotatsiya qilib boshqa ishga olsangiz, bunda yanada ana o'rganishga nima bo'ladi, ishtiyoq. Men HRda ishlaganman o'zim. Islom taraqqiyot bankida ham HRda ishlardim. Qarasam, o'sha charchadim HRda. Zerikarli, odamlarni intervyu qil, tashkiliy masalalar, mana kecha sizlarga ko'rsatgan nimalarimni hammasini ishlab chiqdim o'zi. Tatbiq qilishni boshladik. O'zi qiladigan ish qolmadi ko'p. Meni o'zimdan. Keyin aytdim, men dedim, boshqa отделga o'taman dedim. Aytdim-ku, keyin investitsion отделga o'tdik. Investitsion отдел umuman boshqa dunyo. Erta realniy pul bilan ishlanadi-da. Proyektlarni ko'rib chiqasiz, proyektlarni izuchat qilasiz, biznes planlarni o'qiysiz, keyin borib pul tikiladi unga. Siz u proyektni olib kelib investitsion komitetga taqdim qilasiz, investitsion komitet bo'ldi, yaxshi proyekt ekan, tikamiz desa, pul tikiladi unga-da. U rosa boshqa dunyo. Kimga aytsam, men kecha sizlarga ham aytdim, kimga aytsam hayron qolardi. Sen HRdan qanaqa qilib investitsiyaga o'tding dedi. Bu bo'limda ishlash uchun aynan shu sohani o'qiganman. O'zim endi biznesni o'qiganman-ku, lekin tajribam yo'q edi u sohada. Qanaqa qilib bunga o'tish mumkin? Endi hamma havas qilardi investitsion отделga kirish xolardi. Chunki u yoqqa kirsangiz, rosa poyezdkalar ko'p. Qayerga borsangiz biznesmenlar bilan ko'rishasiz, katta tadbirkorlar bilan ko'rishasiz. Yaxshi tajriba. O'shanga u yoqqa o'tgandan keyin men uchun yana qayta tug'ilish bo'ldi-da. Xuddi shunaqa hamma xodimlarda ham shu narsa bo'ladi. Ma'lum bir muddatga yetgandan keyin rotatsiya qilsanglar, o'tish bo'ladi, xudo xolisa.